Greenleaf korporatsiyasining Blue Point brendi ostida ishlab chiqarilgan yana bir ajoyib niatinamidli tana losyonini obzorini qilib ko'rsatmoqchiman. O'zi hozir buni uncha ko'p ishlatmagan edim. Hozir ishlatishga majbur bo'lib qoldim. Sababi mana bu ham SPF ham tonalkam tugab qolganligi sababli menda bori hozir shu, aynan shuni SPF va tonalka sifatida foydalanyapman. Sababi ushbu Blue Point oqartiruvchi losyonimiz o'zi tana uchun losyonimiz tarkibida niatinamid borligi sababli terini oqartirish xususiyatiga ega va qolaversa bu nafaqat yuz balki butun teriga ham mos keladi. Yana bir ajoyib xususiyati 230 ml. Bu taxminan 1 yildan ham ortiqroq vaqtga yetib ortadi. Faqat yuzingizga ishlatsangiz 1,5 yilga ham yetadi. Javob bera olaman. Ana endi qarang. Mana bu mahsulotimiz juda ham kichkina 30 ml mahsulotimiz 8 oyga yetgan bo'lsa, 230 ml ni tasavvur qiling qanchaga yetadi. Bu o'zi nima? Buni tarkibida ultrabinafsha nurlaridan saqlovchi, himoyalovchi ekstrakt ham qo'shilgan. Undan tashqari niatinamid bu yuz terisida kengaygan poralarni toraytirish va eng muhimi yuzdagi pigmentatsiya, ya'ni dog'larga qarshi vosita bo'lib ham hisoblanadi. Menda ko'proq ugridan qolgan dog'lar bor va tug'ruqdan keyingi qolgan dog'lar bor. Aynan mana shu dog'larda juda ham ajoyib effekt beryapti. Qolaversa, hozirgi bahoriy, aynan bahor kunlarida quyosh juda ham yaxshi kuydiradigan holatida mana shundan foydalanyapman. Juda ham zo'r effekt beryapti. Yana hidi ham priyatni, yoqimli. Qolaversa, ozgina miqdori ham terini oqartirib yuboradi. Undan tashqari tarkibida nima borligini bilmayman, yaltiroq effekt ham beradi. Mana ko'rib turganingizdek juda ham ozgina oldim. Yaxshisi shunaqasiga qilaman. O'zi xuddi atir hidida hidi chiqib ketadi. Mana. Quyoshga chiqqanda bu toblanadi, yaltiroq bo'lib toblanib ham turadi. Hozir bu yerda uncha bilinmayapti. Juda ham ajoyib vosita. Eng muhimi universal, yuzni, butun tanani har qanday sohasi uchun mos keladi. Doimiy foydalanganda terini aynan surilgan joyini oqartirish effekti ham mavjud. Hozir xuddi yuqorida aytib o'tganimdek, quyoshli kunlarda aynan mana shuni bitta yuzidan foydalanyapman. Ham oqartiradi, ham quyosh nuridan himoya qiladi, ham dog'larni ketkazadi. Ya'ni masalan, ko'chadagi o'sha tonal asoslarni foydalangandan keyin yuvib tashlashimiz shart. Buni yuvmasangiz ham yuz terisini umuman shikastlamaydi.